Songjan Qarqun Likuyning ko'nglini qandaq tutib oldi? Buning qandaq qilib o'ziga sadoqatdan bir ini qilib oldi. Subuyda haqida. Oldingi sonda degandek, Dayzong bu yerdagi Likuyni Songjan mehmon qo'zg'algandan keyin qarsangni to'xtamay qadamda bir buni ayblab keldi. Lekin Songjanchu bu yerda qat'iy ayblamaydi bu Likuyni. Kulib turib shundaq silliq muomala qildi buningga. Yuzi qo'pol bo'lgan bilan ko'ngil tuzga bu o'ynimdan. Ikkimizning rangimiz o'xshab qoldi-ki, ham o'zim kuchtingir, mard o'g'lon-ki bu deb tas maqtaydi. Qaranglar, bu yerdagi Likuy bir namrat oilada cho'ng bo'lgan, lyukcha ko'p cho'ng bo'lgan. Buni hech kim bundaq bir maqtab, ta'riflab, yaqin ko'rib baqmagan. Shuning uchun bu yerdagi Likuy Songjanning oldida nayt irib ketdi. Nayt qoyilib ketdi buningga. Albatta hammamiz boshqalarning maqtishiga amroq shundami? Men ham shundaq meni pengunchilik bir maqtayotganlar vahshiy qo'shib ketaybi. Uning ustiga bu yerdagi Likuyni kim maqtayotdi? Songjan Jandi shifoliq yomg'ir deb nomi bor, nurg'un kishilar tunilgan bir Wang Hong bir odam buni deb maqtayotdi. Uning qilgan jadallarini ta'riflayotdi. Qima o'ynaymiz, pul urib turyapti. Shuning bilan bir Likuy o'yildi-da bir rast shifoliq yomg'irga ma'vo. Og'i tutsam bo'g'dak buni zodi. Darhol Gwanju qo'lay buni deb o'yildi. Gwanju qilmagan do'stlar bir mening Gwanju qilmayadi. Mazmunning sarxli oldimizda. Qaranglar, mush surindimi bu yerda Dayzongning gipiga azaldan yenib baqmagan bo'pti deb turayotgan Likuy endi yong'iltudi. Ya'ni norozilik bildiryapti bu yerda. Songjannikini to'g'ri, Songag'am to'g'ri dedi, siz ani deb, mana deb Songjan tarafga o'tib ketgildi. Endi mush bir surininkini qarasanglar, bu yerda Likuy bu Dayzongning odami emas, endi Songjanning odami bo'lib o'tib ketdi. Bu yerda Dayzongmo buni do'qtilg'ini xo'sh, endi Likuymo yeng og'ir topqini xo'sh. Songjanmo o'zining qashib turdigan shundaq bir simon bo'g'ini xo'sh. O'yldi-da Dayzongmo endi bir topgan pullarini o'zim xashlaydigan bo'ldi. Pullug'imni teyishib qoldigan bo'ldi endi. Dedi-da bu dayto'rabmi? Qarsanglar bu yerdagi Songjanning boshqalarning ko'nglini utib olishda, Wusun so'zlagandim degan ular pullan bermaydi. Pul albatta birdir, lekin ularga hammadan nimiga muhtoj? Hammadan nim kerak? Eng muhim bildigan nimi degan noyitsiz bilib qoldi. Ham shuni bular birdir. Bu yer Wusun boshqalarning mehriga, hurmatiga kerak, muhtojdi, ko'ngil shuni xohlaydi. Shunga Wusunga shuni bergan. Endi bu yerda Likuychu lukchaklikni yoqtirdi. Qimavazlikni yoqtirdi, mayxo'rlikni yoqtirdi. Shunga bu yerda Songjanmo buningga lukchaklik qildigan, maychidigan, qimaydigan surunlarga asosan yo'l qo'ydi. Qanchang chiqib bo'lgandan keyin qarasanglar butkul lashkariy qonunga shu maychish bo'lmaydi degan vaqtning o'zidimi bu yerda Likuyning o'g'irlikchi argot o'yishi bag'ini ko'rib qoldi. Lekin Songjan yana buningga yo'l qo'ydi. Uning kayinda pat-pat taqdan lukchaklik qilib chiqdi. Endi bir og'iz tillab qo'yishmi, yana Likuy yana yo'l qo'ydi. Ayrim o'rtaga vaqt qapilma fikrimni ma'chiqlab qo'ydim jumu deb qo'ydi. Buning mash nachar o'sma mash o'z kayfini bostirgan ishlarga fursat yaratib turdi. Buning uchun bu Likuy Songjan buni ba'zida tillab tursinmi, xalqning oldida dushkunlab tursinmi, endi bu Songjanga noit qoyil, ham noit sodiq. Songjanning odam ishlatishga noit donoligi dal mushada. Har qanday bir odamdan to'g'ri foydalanib, u nimaga eng ehtiyojli bo'lsa, shuni birdimi Songjan. Endi mushada Dayzongning ko'ngilda bir xato so'qib qo'ygan cho'ti, bu yerda Likuydan qutulgan bilan bu Songjan Likuydan o'ta bir avorchilikqa keldi. Yana bu yerdagi Likuy akasi buning pulini ketgan, pulg'iz yansagan. Songjan buning hayotiga jiniq ziyon sevatdi. Mana heyliq yomg'irlik kuni bu yerda Songjan o'zichilik mayxonaga chiqib, mayni rast ichib, mas'ub shuning bilan bu yerga tamga Üzem candığında ben ko'nglimni shandong deb g'alitli bir she'rni yozib qo'ydi Iskandar. Endi bu yerda Dayzong naqma Songjanga mas'ul kishi ham buning bilan nayt yaqinligini butkul xalq odam bilib ketdi. Albatta bu patqoqqa shuning bilan Dayzongmi tang so'rilib kirdi. Ya'ni bu ofat buning beshig'ini tang kivatdi bu yerda. Endi mushad bu Dayzongmi bu o'zining kallasidan ayrildi, tas qoldi. Shunami, lekin taliga bu yerda Liangshan ko'ldikilar kelib Songjani qutuldirgach bu Dayzongni Dayto'ramdan tang qutuldirib oldi. Dayzong endi bu yerda kallasidan ayrilmagan bilan o'zining nom amildan, normal turmushidan, xizmat o'rnidan hammadan ayrilib qoldi. O'ylab baqinglar, Dayzongning mash aslidagi bir xotirjam, xil baxtlik mash kunni sizlar bu taqqa chiqib qaraqchulg'anga tegishami? Mushundaq bir amalsiz bir sharoit qilmasa bu yerga Dayzong Liangshan kuliga chiqami sizlarcha? Nima katkis bo'lsa, undaqda burildi ketmay nemish qilib shar qilib qoldi. Ya'ni pengunchiga maramat. Undaqda keyingi mazmunda men bu Liangshan kulidagi qaysi polvon haqida so'zlamay. Mazmunning davomi qiziqtirgan do'stlar, meni Gwanju qo'lishni unutib qolmanglar. Rahmat.